Allah'ın Eş-Şehid degan ism sifatlari to'g'risidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlığa Ustad Abduvali Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuri astida Allah subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının kıskıç tefsirleri, dersliklerinden Allah'ın Eş-Şehid degan isim sıfatları hakkındaki tefsirlerini okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Eş-Şehid degan isim sıfatları hakkındaki tefsirler. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da 18 yerde tilga ilingan. Yani Sure Hac 17. ayetinde Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. tercümesi Müminler, Yahudiler, yıldızlağı çokunğucular, Nasaralar, Mecusiler yani ateşperestler ve müşrikler için kıyamet günü Allah hakikaten hüküm çıkardı. Yani Allah müminler bilen mezkur 5 fırka arasında doğru hüküm çıkarıp müminlerini cennetke, kuffarlarını devzakı kirgizidir. Allah hakikaten hemen nersini körüp turguçudur. Eş-Şehid manası el-alim manasıga o'xshab bağlanıp keladi. Ama farq shuki, ilm agar g'ayib olimiga bağlansa, yani bizning ko'zlarimizdan g'oyib bo'lgan narsalarni bilguchi zotni al-Habir deb o'rgandik. Xuddi shu ko'zimizga ko'rinib turgan narsalarni shahodat olimiga iste'mol qilsak, Eş-Şehid sifatini bildirdi. Mutlaq g'ayb va shahodatni bilguchi zot desak, el-alim ma'nosini bildirdi. Eş-Şehid Allah subhanahu ve Teala her bir narsaning guvoh, shahid bo'lg'uchisidir. Bende Allah subhanahu ve Teala'nın Eş-Şehid sifatini bilib, Allah subhanahu ve Teala'nın her bir kılıvatkan emellerinin şahidi ikenlikini bilgendin keyin özünün emellerini Allah şahit bolup turuptu dep şunun layık hareket kılış gerek. Bundan başka Allah subhanahu ve Teala özü şahittir. Bende özünün kılıvatkan emellerine birer şahit yok dep oylap kalmasın. Allah subhanahu ve Teala her daim bendinin kılıvatkan emellerine şahittir. Kur'an ve hadislerde Allah subhanahu ve Teala'nın bu isim sıfatlarına alakadar tövendeki mezmunlar tilga ilingan. Sure En'am 19. ayetinde قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بريء مما تشركون. tercümesi Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqin ki Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Mana Allah'ның guvohligi kifoyadir. Bu Kur'an bana
sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytginki, men bundaq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytginki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar shirk keltirgan butlardan men haqiqatan ado judaman. Sura Al-Imron 18-oyatida شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Tercümesi Allah adaletini berpa qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmu, ilm ahlilarmu shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Al-Imron 169-oyatida ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Tercümesi Allah'ın yolunda şehit bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in. Balki ular terik bo'lib, Allah'ın dergahidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni cennetning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi. Sura Baqara 143-oyatida وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Tercümesi shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayırı bilişimiz üçünla idi. Allah hidayet qilganlardan başqalarga bu, yani kıblenin özgertilişi hakikaten ig'irdir. Allah sizlarning imaninglarni, yani ilgiri Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Allah kishilarga hakikaten mehribondir, eng kuyimchandir. Sura Zuhruf 86-oyatida ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Tercümesi ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Sura Taloq 2-oyatida فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم
وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Tercümesi: Ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha o'zlashib ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chig'inglarda aranglardan ikki adil guvohchini guvoh qilinglar. Alloh uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'zi nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li berdi. Sura Baqara 283-oyatida: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Tercümesi: Eğer sizler sefer üstüde bulup xat yazalaydigan adamni topolmasanlar, bu çağda qarz hücceti yezip berishning o'rniga görü qo'ydigan narsani topshirsanlar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u çağda omonatni og'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani görü olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Rabbidan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilgichidir. Sura Haj 30-oyatida: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Tercümesi: Hac ibadeti ana şudur. Kimiki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, ya'ni hac jarayonida Allohning buyurganlarini bajo keltirib, man'i qilgan ishlardan cheklansa, bu Rabbining dargohida uning dunyo va oxiratlik uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yalgan guvohlik berishdan saqlaninglar. Sura Yunus 61-oyati: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Tercümesi: Sen qaysi halatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhil Mahfuzda xotirlangandir. Alhamdulillah. Yuqorida Allah subhanahu va taolaning
Eş-Şehid degan ism sübtining tafsirini angladinglar. Kelar qitimda Alloh subhanahu va taolaning Al-Xoliq degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni anglaysizlar inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.